lekin bola o'lgandan keyin mani shunaqa deb tinchlantirishga harakat qilgan. Kesarvadan bola yaxshi tug'ilgan, bola bilan hech kimning ishi bo'lmagan, hammani ishi men bilan bo'lgan, chunki mendan juda ham ko'p qon ketgan. Butun doktorlar meni tepamda bo'lishgan. Lekin meni nima deydi, matkamni doktorimiz tajribali bo'lganlari uchun asrab qolganlar. No, afsuski, matkam turbalarini olib tashlashga majbur bo'lganlar, chunki menga umuman tug'ish mumkin bo'lmagan. Men bu narsani farzandim tug'ilgandan keyin 18 kundan keyin olamdan o'tgandan keyin bilganman. Ungacha menga aytishmagan bu narsani. Endi bo'ldi, buni endi 3 ta farzandi bor. Bunga boshqa kerak emasam deb hisoblagan o'zi doktor. Lekin olamdan o'tgandan keyin shu narsani aytishga majbur bo'lgan, meni tinchlantirmoqchi bo'lgan, hozir eko yo'llari chiqqan, yana eko orqali farzandli bo'lsang bo'ladi deb bir yoq tarafdan bunga tug'ish mumkin emas, ona bo'lish mumkin emas deb turgan vrachimiz, lekin bola o'lgandan keyin meni shunaqa deb tinchlantirishga harakat qilgan.